Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlarga bir xbet platformasida qanday qilib tez va oson ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda siz videoning ostidagi havola orqali rasmiy saytga o'tasiz. Sayt ochilgandan so'ng yuqori qismda joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Keyin esa sizdan bir nechta ma'lumotlar so'raladi. Masalan, telefon raqamingiz yoki email manzilingizni kiritishingiz mumkin. Eng osoni telefon orqali ro'yxatdan o'tish. Parolni o'zingizga qulay va esda qoladigan qilib yarating. Eng muhim joyiga e'tibor bering. Promo kod qismiga bir xbet pro deb yozishni unutmang. Bu sizga bonus olish imkoniyatini beradi. Barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va akkauntingiz tayyor bo'ladi. Shundan keyin hisobingizni to'ldirib, sport tikishlar yoki kazino o'yinlarini boshlashingiz mumkin. Agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida boshlang va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Video foydali bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.